Allohning dargohida mahbub bo'lishning yo'llari bor, birodarlar. Alloh bizga muhabbat qo'yish uchun birinchidan Qur'onni ma'nolarini tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qishlik, ilm o'rganishlik. Mana ilm o'rganyapmiz hozir mashada. Muhabbat haqida ozgina bir narsa o'rgandikmi? O'zimizni tekshiryapmizmi shu narsa bilan? Menda jinday ozroq ekan. Menda boshqa yo'q ekan muhabbat unaqa bo'lsa. Mana shu ilm, birodarlar. Yana Alloh uchun nafl amallarni bajarishlik. Va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam deyapti Alloh. Nafl amallarni qilib boraveradi, nafl amallarni qilib boraveradi, farzlarni qilib bo'lgandan keyin men shu bandani yaxshi ko'rib qolaman deyapti. Sunnat namozni o'qish, nafl amallarni qilish degani. Sunnatni o'qiradi, nafl ro'zani tutaveradi, sunnat amalni qilaveradi, sunnat namozni o'qiradi, men yaxshi ko'rib qolaman shu bandamni deyapti. Yana